Assalomu alaykum. Bugungi videoda O'zbekiston futboli tarixidagi eng buyuk voqealardan biri haqida gaplashamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bor FIFA Jahon chempionatida qatnashdi. Bu nafaqat sport, balki mamlakat tarixi va xalqning ruhiyati uchun ham ulkan voqea bo'ldi. Ammo bugun quyidagi savollarga javob beramiz. O'zbekiston Jahon chempionatidagi ishtiroki orqali nimalarga erishdi? Bu ishtirok mamlakatga qanday foyda olib keldi? Qanday muammolar va yo'qotishlar kuzatildi? Kelajakda bizni nimalar kutmoqda? Videoni oxirigacha tomosha qiling. Tarixiy orzu ushaldi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon bir necha bor jahon chempionatiga chiqishga juda yaqin kelgan edi. 2006, 2014 va 2018-2022 yillar, ammo har safar nimadir yetishmasdi. 2026 yil esa tarix yozildi. Millionlab muxlislarning orzusi amalga oshdi va O'zbekiston ilk bor dunyoning eng nufuzli futbol musobaqasida qatnashdi. O'zbekiston nimalarga erishdi? Dunyo e'tibori markazida bo'ldi. Jahon chempionatida qatnashayotgan davlatlar butun dunyo OAV markaziga aylanadi. Bu degani O'zbekiston nomi millionlab insonlarga tanildi. Madhiyamizni dunyoga mashhur bloger Aysho Speed ham tribunada turib kuyladi va boshqa davlatlardan ham ko'plab muxlislar bizni qo'llab-quvvatladi. Futbolchilarimiz narxi oshdi. Jahon chempionati eng katta vitrinalardan biridir va terma jamoamiz futbolchilariga Yevropa klublari qiziqishi ortishi uchun jahon chempionatidagi ishtiroki eng yaxshi vaziyat bo'ldi. Masalan, Abbos Fayzullayev jahon chempionatida o'zini keng auditoriyaga namoyish qildi. Uning muvaffaqiyatli o'yinlari Yevropa klublari va skautlar e'tiborini yanada kuchaytirdi. Xususan, Abbos Fayzullayevga Yevropaning yana bir qator klublari qiziqish bildirmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik yarim himoyachi nafaqat Liverpool, balki Stuttgart, Valensiya, Freiburg, Betis va Monaco klublarining ham kuzatuvida turibdi. Agar ushbu qiziqishlar rasmiy taklifga aylansa, Fayzullayev faoliyatini Yevropaning kuchli chempionatlaridan birida davom ettirishi mumkin. Behruz Karimov esa yosh futbolchi sifatida jahon chempionatida debyut qilib, xalqaro tajriba orttirdi. Turnir uning transfer qiymati va kelajakdagi faoliyati uchun muhim bosqich bo'lib xizmat qildi. 18 yoshli himoyachiga bir qator Yevropaning top klublari qiziqish bildirmoqda. Nomi keltirilmagan ikkita Angliya, bittadan Germaniya va Fransiya top klubi skautlari Behruzning Portugaliyaga qarshi uchrashuvini bevosita stadiondan tomosha qilgan. O'zbekiston futbolchilari qayd etgan muhim tarixiy natijalar: O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bor FIFA Jahon chempionatida qatnashdi. O'zbekiston futbolchilari mamlakat tarixidagi ilk jahon chempionati golini urishdi. Abbos Fayzullayev jahon chempionatida gol urgan ilk o'zbekistonlik futbolchilardan biri sifatida tarixga kirdi. Yosh tarkibdagi futbolchilarning, jumladan Behruz Karimovning ishtiroki O'zbekistonning kelajak avlodi xalqaro maydonda raqobatbardosh ekanini namoyish etdi va Kongoga qarshi kechgan o'yinda gol muallifi bo'lgan terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov gollar nuqtai nazaridan 2026-yilgi jahon chempionatidagi urilish ehtimoli eng kam bo'lgan gol muallifi bo'ldi. Bundan tashqari jahon chempionati yo'llanmasi butun mamlakatni birlashtirdi. Viloyatlar, shaharlar, mahallalar hammaning og'zida bitta gap: biz jahon chempionatidamiz. Bu milliy birlik hissini kuchaytirdi va jahon chempionati insonlar xotirasida qoladigan eng yorqin emotsiyalarni ulashdi. Va ma'lumotlarga ko'ra, jahon chempionatida ishtirok etayotgan terma jamoalar FIFA tomonidan moliyaviy rag'batlantiriladi. Bizning ham davlatimizga qanchadir miqdorda rag'batlantirish summasi berilgan bo'lsa, bu mablag' futbol infratuzilmasini rivojlantirish, akademiyalar va yoshlar futboliga yo'naltirilishi mumkin. Ammo hammasi faqat ijobiy emas. O'zbekiston guruhda 3-o'yinda ham yutqazdi va mundial bilan xayrlashdi. Birinchi debyut uchrashuvi, ya'ni Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda 1-3 hisobida va Portugaliyaga qarshi o'yinda 5-0 hisobidagi mag'lubiyatdan so'ng terma jamoamiz so'nggi uchrashuv uchun bor kuchi bilan harakat qildi. Biroq so'nggi uchrashuvda afrikaliklarning qo'li baland kelib, 3-1 hisobida g'alaba qozonishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi yurishini yakunladi va bundan so'ng muxlislar orasida Fabio Cannavaroga nisbatan tanqid juda kuchayib ketdi. Uning "bu bizning birinchi ishtirokimiz, katta natija kutish to'g'ri emas" degan so'zlari muxlislarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Fabio Cannavaro ushbu mundialda 26 talik ro'yxatdan 23 nafar futbolchini maydonga tushirdi. Terma jamoamiz murabbiyi ushbu mundialda Botir Ali Ergashev, Umar Eshmurodov va Avazbek O'lmasaliyevga umuman o'yin vaqti bermadi. Qolgan 23 nafar futbolchiga hech bo'lmasa 1 daqiqa o'yin amaliyoti berildi. Baribir bitta haqiqat o'zgarmaydi. O'zbekiston futboli yangi davrni boshlab berdi. Agar bu muvaffaqiyatdan to'g'ri foydalanilsa, kelajakda O'zbekiston Osiyoning eng kuchli futbol davlatlaridan biriga aylanishi mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va fikringizni izohlarda yozishni unutmang.